Inson qadri uchun Ayot tuman hokimi Niyoz Hazratqulining bugungi ish kuni murojaatlarni o'rganish bilan boshlandi. Tuman rahbari ayni vaqtda Bunyodkor mahallasida bo'lib, fuqarolarning murojaatlarini tinglamoqda va ularga yechim izlanmoqda. Individual reja asosida oziq-ovqat, kiyim-kechak mahsulotlariga o'zim market orqali zakat beradi. Oziq-ovqat keldi, kiyim-kechakka endi zakat beradi. Ta'mirga qo'yilgan, uy ta'miriga qo'yilganida yilda oxirigacha uy ta'miriga pul ajratiladi dedi. O'shanda ayollar daftariga kiritilgan uy ta'miri yo'nalishi qo'yilgan. O'sha yo'nalishda qilib beriladi. Nima ish qo'lingizdan keladi? Dehqonchilik qo'ldan kelaveradi. Hamma ish qilaveramiz. Qaytish yo'q bunda. Remontdan qo'ldan keladimi? Mahsulotlarni olib bersa o'zingiz remont qila olasizmi? Qilaman. O'ziga olib berish. Yo'q, Ayollar daftarini kutib o'tirmasdan o'ziga olib berish kerak. Ish qo'l kasalligim uchun davolanishga Tibbiyotga yozing. Qachon lecheniya olishingiz kerak? уже o'tib ketar, 3 oyda olishim kerak. Siz yoting, dorini ta'minlab beramiz dorisini. Mana shu kasalliklar bo'yicha davolanishim kerak. 3 oyda davolamasam bo'lmaydi. Abdurahmonov Ismatga biriktirilgan bo'lsa, ishga joylashtirsin. Ishga joylashtirsinda oilada turmush o'zgarishi faqat daromadni oshishi bilan bo'ladi, boshqa narsa emas. Material olib beradi, o'zi ishlaydi. Onasiga davolanishga yordam beramiz. Assalomu alaykum. Milliy texnikacha bo'yicha hozir mana ichki yerda ishlayapman. Mana dadam o'tirishi bu. Hozir nogiron bolalardan kirib ko'raman desangiz, ko'rsataman ulardan. Shunga o'sha texnikadan bitta bo'lsa dedim, ham o'zimda ro'zg'orim tebrataman, ham mana bolalarga qarayman degan maqsadda. Viloyat kengashini jamg'armasi bor. Tomorqalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. O'shani mablag'ini aytganman, 50 million zaявkasini berganmiz. O'z bilan gaplashdim hokim aka bilan. 5-chisiga beramiz deb, har oyda boshida berish kerak. 5-aprelda. Shunga endi ozgina sabr qilsa dedim, bersa sirasi o'shani qilib beraman degan maslahat. Sağlığımız siz olsun. Sağlık selametlik hemen gidiyorsun ailesine. Allah. Rahmat. Sog' bo'ling sizlar. Rahmat.